Shu desanglar juda ham erinib ketaman. Anaqa orqa kamera qilib turishga. Bugun ko'p ishladim. Juda ham ko'p ishladim. Menimcha endi kimdir uchun bu ko'p emas, kimdir uchun bu ko'p. Yaxshi ish bo'ldi. Bugun такой продуктивный kun bo'ldi. Charchab qoldim ozgina, ko'p emas, ozgina. Eng yomon ko'rgan ishim, plus mana bu yerda sochim juda ham tortilgan, ahamiyat berishinglar uchun mana bu yerda ham tortilgan sochim, чтобы bunda ko'tarish uchun ana o'sha narsa meni miyamni qisyapti. Sizda nima gap, hushyorligim ozgina qoldi. Kechagi reklama qo'ydim-ku, to есть Mikoni podarka jo'natganini qo'ydim. O'shani qo'ysam ko'pchilik ro'za tutmaganmisiz? Nimadir o'rtoqlar bir kun oldin iftorlikdan keyin olingan bo'lishi ham mumkin deb o'ylab ko'rishinglarni xohlagan bo'lardim. Sizlar nima gap, maqol sizlar